yo'g'onab ketayotgan, das boshqa kärlip ketayotgan ahvollardan tamoman saqlanğılı bo'ladi. Ha, Abdumjit akam shu yangidan tug'ib qo'pgan ayollar shu dastlabki 40 kun ichida qanday kutinsa yaxshimish to'g'riliq so'zlab bersangiz. Bo'ladi ukam. Bu yangi tug'ib, shu ayollar 40 kun ya'ni chilla davrda kutinish bak muhim. Bu umrning asosiga, ya'ni keyingi umrninki sog'lom, sifatlik bo'lishiga zo'r darajada ta'sir yetkazayotgan bir 40 kun bu. Endi bu bala tug'ilgandan keyin birinchidan keyin bu ayollarda birinchidan ha shu chilla davrida qavziyat talab qilishning oldini olish. Nurg'un ayollarda shu qavziyat talab qatqa ahvollarga oid ig'ir. Shunga ham buvoq bolasi ham o'zininki ta'ritin ravon bo'lishi uchun shu badiyan, arpa badiyan, taranjibin. Mani chala soqab dekanda uyda qo'yib qo'ysak, 10 qo'yga bir xalta biti tiyiblerimiz. Ashuni bichimdim elib piyolaga taqday tashlab shu buvoqlarimizga bir ishga qo'shib ishkizib qo'ysak, ta'rit qilib olgan bo'lsa, ta'ritni yaxshi ravonlashadi. İkinci shu ana bo'g'i uchun buni istimini oid yaxshi ta'rit ravonlashib qoldi. İkinci birisi bu chilla davra, ya'ni shu 40 kun ichida nurg'un onalarimiz muddatdan burun o'rnida qo'pab ketadi. Ya'ni o'rnidan turib oila ishini qilib ketadigan. Xato harakatni qat'iy qilmanglar onalar. Bu nima degan chig'imizda cho'qim 40 kun ichida sizlarninki shu das boshliqidagi nurg'un a'zolaringlar zaxmlanadilar, nurg'un a'zolarniki asli kelish uchun nurg'un vaqt ketadi. Shunga buningda yaxshi oziqlanamiz, singishlik tomoqlarni ko'proq iste'mol qildiramiz. Masalan, kala go'shti, lozi ochiq suv, sovuq tabiatlik yoki ochiq tabiatlik narsalardan nisbatan parhez tutamiz. O'li issiq tabiatdagi tomoqlar bilan singadigan sut ko'paytkichi yemak-ichmaklarni ko'proq iste'mol qildiramiz. Ko'p qism ayollar shu chilla davrda yaxshi kutilmay 15 kun, hatto 20 kun, 25 kunda oila ishini qilib ketib, shuning bilan bir umr ayollar kasalligidan qutulolmayotgan, keyingi tug'utiga ta'sir etadigan nurg'unlagan ahvollarni biz ko'rib turdik. Shunga 40 kun ichidagi ayollar shu 30 kunlik atrofida bo'lgan chog'larda ya 40 kun atrofida bo'lsa-ma, cho'qim qo'zoqni tangdursak, qo'zoqning bo'shab chiqib ketadigan, qo'zoq yo'g'onab ketadigan, das boshqa kärlip ketadigan ahvollardan tamoman saqlanğılı bo'ladi. Shunga ham onaning, ham o'sha farzandlarimizningki sog'lom bo'lishi uchun cho'qim 40 kun ayollarimiz tug'utda nihoyat yaxshi kutinish kerak. Endi bu yerda qisqacha to'xtalib o'tadigan bir kichkina bir masala bor. Ba'zan qiz buvoqlarimiz tug'ilib 2 yo 3 kuni odat ko'rishi mumkin. Qat'iy ansirmang. Doim kunda odat kelgan bo'lsa, jinsiy yo'ldan qon kelgan bo'lsa, biz buni darhol doktorga olib borsak bo'ladi. Lekin bir kun atrofida qon kelgan bo'lsa, bu huquqdagi cho'ng ish emas. Chunki shu onalik hormonininki ta'siridan qiz buvoqlarimizda hatto ba'zilarida odat ko'rdi, hatto ba'zilarida sutmi chiqadigan ahvol. Undan chiq ansirab ketdi. Men her kuni noche tibabat dönümünü sözde etme. Konularını yakan bozu göncu kılıbanlar. Yüek bir panlar. Fikir terk olması iyi yazıp panlar. Evet, köşeler mesela.